ikkovsiga bitta chiqqan. 8-sinf bo'ling. 8-sinf bolasi azizlar mana hozir. Ko'rsanglar bo'ladi. Amortizator железный qilib ishlangan. Bemalol 80 kilogacha yuk ola oladi. 2 kishilik bahaybat model. Modelimizdan kecha keldi. Eng yangi modellardan bittasi balonli yumshoq balon, yo'l tanlamaydi. O'z tashqi dizayni ham anchagina katta qilib ishlangan. Ikkita bolaga alohida qilingan. Sidenya, salon qismi ham bunaqasiga eniga ham ancha keng. Ikkita 4 yoshli, 5 yoshli bola ichiga bemalol sig'adi. Ham pulutdan, ham gaz pedaldan, masofadan boshqarsangiz ham bo'ladi. Bu yerda signali. Yo'l tanlamaydi. Salgan notga kesiladi, bemalol foydalansizlar. Oldi fari o'chib yonadi. Buni hozir mana bunaqa rangidan ham kelgan, upakovkadan hozir ochdik. Shogirdimiz yig'yapti. Mana tegi tomonidan ko'rsanglar bo'ladi. Mashinamizni bu joyda железный qilib ishlangan bo'ladi. O'shanda mana mamutga katta vesh tushganda, mana железаlarning hisobiga bu joyidan bola sho'xlik qilganda yiqilib ketib qolmaydi. Motorga katta motor qo'yilgan, balonli yumshoq balon. Amortizatorning polni o'sha tuzilishi. Amortizator juda ham baquvvat. O'shaning uchun bu mashinamizni bemalol bu joyda железный qilib ishlangan 70-80 kilogacha yuk ola oladi. Orqa tomondan dizayni hamda bu mashinamizni hozir yana bitta yengilchasidan kelgan. Summasi 3 million so'm, dastavka butun O'zbekiston bo'ylab bepul bo'ladi. Mana oqqa ko'k qilib ishlangan modeli. Bu undan ham ozgina katta qilib ishlangan, lekin o'sha amortizatori bunda ham железный bo'ladi. Bahaybat model. Buni summasi 3 million 250 ming so'm, dastavkasi O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. O'zi bu yondagi mashina ham kichkina mashina emas, lekin bular slishkin katta qilib ishlangani uchun hozir bugungi kundagi do'konimizdagi eng katta mashinalardan bittasi bo'lyapti. 3 million 250 dastavkasi bepul hamda 4 ta balon amortizator qilib ishlangan modelimizdan kelgan. Bu ham yaxshi, ishonchli model, sinovdan o'tgan. 70-80 kilogacha bemalol yuk ola oladi. 3 million 250 ming so'm, dastavkasi O'zbekiston bo'ylab bepul. Bular hammasi 2 kishilik modellar, ahamiyat bersanglar. Ruli sentrdan chapga qochgan bo'ladi. Ichiga ikkita bola bemalol sig'adi. Yonma-yon o'tirganda tiqilib qolmaydi.